Chaqaloqlarda qorin og'rishi tez-tez kuzatilib turadi. Odatda og'riqlar 3 haftadan boshlanib, 6-8 haftada og'riqlar avj nuqtasiga chiqadi. Keyin susaya boshlaydi. 3-oyning oxiri va 4-oy boshlariga kelib yo'qoladi. Qorin og'rig'i asosan kunning ikkinchi yarmi va kechasi bezovta qiladi. Og'riq paytida bola birdan chinqirib yig'laydi, orada tinchlangandek bo'ladi. Biroz vaqt o'tgach, yana yig'isi avjiga chiqadi. Yig'layotgan paytda oyoqlarini tipirchilatib, tepinib yig'laydi. Bugun qorin og'rig'ida chaqaloqlarga yordam berish va oldini olish usullari haqida gaplashamiz. Birinchi yordam bu qorinni sekin-astalik bilan silash. Bu usul 3 bosqichda bajariladi. Birinchisi qoringa issiq kompress, masalan, dazmollangan plyonkasini qo'yib xonada biroz ko'tarib yuring. Ikkinchisi esa oyoqlarini velosiped usulida mashq qildiring yoki oyoqlarini tekis ushlab boshiga biroz tekizing. Qorin dam bo'lishining oldini olish uchun quyidagi tavsiyalarga amal qilish ham foydali hisoblanadi. Ya'ni ko'krakni bolaga to'g'ri tutish. Oldingi postlarimda ham ko'p bu haqda yozganman yoki oldingi videolarimizda ham bu haqda ko'proq gapirganmiz. Emizish davrida har qanday muammoning asl yechimi bu bolaga ko'krakni to'g'ri tutish. Chaqalog'ingizni sun'iy ovqatlantirsangiz, butilkani to'g'ri ushlayotganingizga ahamiyat bering. Emiyotgan paytida sut bilan birga havo kirishiga yo'l qo'ymang. Emizishdan oldin bola 5-10 daqiqaga qorni bilan yotqizib qo'ying. Ya'ni ushbu holatda bolakay qornidagi oshiqcha havolar chiqib ketadi. Emizib bo'lgach, bolani tik holatda, o'sha turgan holatda ko'tarib yuring, ya'ni kekirib oshqozondagi havoni chiqarib yuborish uchun. Uxlayotganda bolani yonboshiga yotqizsangiz, qorni dam bo'lmaydi. O'zingiz ham mosh, no'xat, xamir ovqatlar, qovurilgan va yog'li taomlardan parhez qilishingizga to'g'ri keladi. Agar 2 oylik chaqaloq yaxshi emsa, muntazam ichi kelsa, terisida hech qanday toshmalar, ya'ni atopik dermatit, diabetes ko'rinishidagi toshmalar bo'lmasa, kunduzi yaxshi uxlasa, uyg'oq paytida quvnoq va faol bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Odatda 4-5 oylarga kelib, qorning dam bo'lishi kamayadi va asta-sekin yo'qolib ketadi. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.